berib qo'yib beryapti qizini pullashiga, qizini sotilishiga ota-onani o'zi ruxsat beryapti. Qizini olib chiqib ekranga qo'yib qo'yapti, ota-ona bu yerdan pul sanab o'tiribdi. Qizini, yosh qizini, yaxshi niyati katta qilgan qizini kichkina qizi olib chiqib qo'yib qo'yapti-da, qizini orqasidan pul ishlayapti. Urmasin donatorlar. Urmasin. Urmasin. Ertaga o'zini qiziga qaytsa-chi, mana shunaqa donatorlarga qo'lma-qo'l bo'lsa-chi, erga tegmagan kichkina qizi. Donatorlar olib o'tiribdi shularni. Agar ertaga hech qanaqa pul topa olmasa, chiqib ketadi u qizlar ham. 20 ga to'lmagan, erga tegmagan, chimildiqqa kirmagan. Hayotni ko'rsin, eri ko'rsin, qaynini, qaynatani ko'rsin, xo'li ko'chalarni supursin, ovqatni pishirib, bir chiroyli uyga egasi bo'lib o'tirsin, eri topsin, yaxshi niyat qilsin. Erim yaxshi ishlaydigan, bir chiroyli oilani egasi bo'lib o'tiradi. Niyat qilsin. Ota-onasi qo'yib beryapti bu bir, donatorlar ikkinchi marta o'sha yo'l qo'yib beryapti shu yerda o'tirishiga bu ikki. Ota-onasi birinchisiga sabab bo'lsa, ikkinchisiga padarka tashlab o'tirgan bolalar efirida donatlik qilib. Kutunoplaring kichkina qizi ertaga o'zlaringga qaytadi. Uyingda qizing bor. Meni yo'q, qizim yo'q. Men o'g'il tuqqanman. Ertaga o'zlaringni qizlaringga shu narsa bo'lsa-chi? Mana bu ham nima qilyapti? Ota-onasi qizini olib chiqib sotayotgan bo'lsa, ikkinchisi lo'q donatorlar padarka tashlab o'tiribdi. Telefonning orqasida ota-onasi qilib o'tiribdi. Yavni narsa, meni yomon ko'rsalaring ko'rlaring, haqiqatni gapiraman. Ota-onasi bilmaydimi? Kichkina qizni biladi. Ertalabgacha efir qilib o'tiradi. Biladi hamma narsani. Achchiq haqiqat. Haqiqat. Sizlar borib padarka tashib o'tiringlar. Ertaga Xudo ko'rsatmasa, hali bolanglar kichkinadir, 10 yildan keyin, yo 5 yildan keyin nima bo'ladi, Alloh biladi. O'zingga qaytib kelsa-chi shu narsa. Bu yomon narsa. Men o'zim o'tiraman, lekin meni nobodo qizim bo'lsa xohlamayman bu yerda o'tirishini. Torturmalaring aktiv bor ekan deb xalq bilan o'tiribman. Haqiqatlarni bor, va bitta odam gapirish kerak. Lo'q bo'lib tashamalaring. Chiqib ketsin u sekin. Uni yo'li boshqa. Bizni erdan qaytgan qizlarning yo'limiz boshqa. Erdan chiqib, erdan rahmat Amir aka jonisan. Erdan chiqib, erdan qaytgan qizlarning yo'li boshqa. Mana bizning joyimiz shudir. Kichkina qizlarga nima bor? Kichkina qizga nima bor? Sallab o'tiribsanlar donatorlar, padarka tashab, kichkina pedofillar jallab. Pedofilmi sanlar?